Yaponiyada ikkita farzandim bilan yolg'iz o'zim yashayotganimni hech kimga aytishni xohlamadim. Nimagadir o'zimni xavfsiz his qilmadim. Shunga faqatgina eng yaqin insonlarim bilishardi. Yolg'iz ona bo'lish oson emas, ayniqsa chet elda yashasangiz va barcha yaqinlaringiz sizdan uzoqda bo'lishsa. Lekin bekorga yetishmas ekan, har bir qiyinchilik o'z mukofoti bilan keladi deb. Bolalarim yoshiga nisbatan ancha mustaqil bo'lishdi. 5 yoshli o'g'lim do'kondan kerakli narsalarni o'zi sotib olib keladi. 3 yoshli qizim ham kiyimlarini butunlay mustaqil o'zi almashtiradigan bo'lgan. Men Yaponiyadan O'zbekistonga kosmetika, vitamin va har xil mahsulotlar yuboraman. Va oxirgi bir oyda rekord darajada sotuvlar qildim. Yaponiyaniki onlayn do'konimda xaridlar 5-6 baravarga ko'paydi. Ma'lumot uchun aytaman, Yaponiya yolg'iz onalarni juda ham qo'llab-quvvatlaydi. Har oylik bolalar nafaqasidan tashqari yana qo'shimcha nafaqa olish imkoni bor. Yolg'iz onalar uchun maxsus soliq chegirmalari berilgan, bog'cha to'lovlari va ish topishda ham qo'shimcha yordamlar beriladi. Lekin men Yaponiyani bunday imtiyozlardan foydalana olmayman. Sababi rasmiy yolg'iz ona hisoblanmayman. Turmush o'rtog'im 1,5 oyga O'zbekistonga ketganlar va nihoyat bugun qaytib keladilar. Ularning kelishlariga hamma sevimli yeguliklarini tayyorlab qo'ydim. Yaponiya hayoti qiziq bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'ling.